qilasan sovg'ani? Nima deganing? Axir bizga bilim beryapti-ku ustozimiz. Ularning vazifasi bizlarga bilim berish. Shunga ham sovg'a olish kerak. To'g'ri, sovg'a kerak emas. Osmon, sen bir sinfni oilasini sindirib, direktorni xonasiga kirganimizda nima, ustozim seni deb qancha xafa bo'ldilar, qancha xafa bo'lib yig'ladilar. Shunda ham biror bir sovg'aga loyiq ko'rmaysanmi? To'g'ri aytasizlar. Do'stlarim, men hozir o'zim ustozimizga ajoyib sovg'a olib kelaman. Shoshma. Voy! Sovg'a olib keladi. Tayyorman. Tezroq bo'linglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi mavzumizni boshlaymiz bolajonlar. Tinchlanamiz bolalar. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat bolajonlarim. Bas. Qanday yaxshi. Rahmat bolajonlarim. Men ham sizlarni juda yaxshi ko'raman. Ustoz, Rabbi. bizga har doim orzu qilinglar, orzuga intilinglar deb aytar edingiz. O'zingiz ham orzuga erishdingizmi? Albatta. Men ham o'z ustozimga havas qilgan holda o'qituvchilik kasbini egallab, mana bugun sizlarga bilim beryapman. Demak, ustozlarning ham ustozi bo'lar ekanda. Hada, kelajakda siz qaysi kasb egasi bo'lishingizdan qat'iy nazar vaqti kelib sizlar ham ustoz bo'lasizlar. Bayramingiz yana bir bor muborak. Muborak bo'lsin. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar hammangiz meni bolalarimsizlar. ibratli aziz ustozim, otamdek azizsiz aziz ustozlarim, onamdek Teatrimizda Nasib opamiz 45 yil mobaynida 42 yil mobaynida mana teatrda o'zini hissasini qo'shib, mana shunday bizga o'xshagan shogirdlarni yetishtirib, mana shu Jizzax viloyati respublikamiz bolalariga o'zining ajoyib rollari bilan o'z hissasini qoldirgan, o'z izini qoldirgan inson deyman. Shuning uchun ustozimizni tabriklaymiz bilan shogirdlarimiz baxtiga doim sog' bo'ling. Ko'rib juda xursandmiz. onamdek azizsiz aziz ustozlarim.